Ekozaborlar o'rnatilgan joyini ko'rsatib o'tmoqchiman. Xo'p, mana bu joyda bu devorga balandligi 240 holatda 120 li ekozabordan 2 qavat qilib qo'yilgan, ya'ni ustma-ust qilib va 240 holatda bo'lgan. Mana bu joyda bo'lsa 1 metrligi o'rnatilgan. Mana tashqaridan ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu joyga haliroq salqin keladigan bo'lsa, ya'ni bir tamaddi qilib o'tirish uchun moslangan. Balandligi 1 metrli bu joyda mana bunday holatda o'rab bitkazilgan. Ekozaborlar 95% ga, ya'ni orqasini ko'rinmaydigan holatda yopiladi. Sharpalar ozgina bo'linadi, ammo o'zi yopiq holatda turadi. Bu joyda somsaxona ekan, somsani yeb mana bu joyda tamaddi qilishlik uchun mana shu joy o'rab qo'yilgan. Shuningdek, mana bu follarga ham ekozaborlar qo'yilgan. Mana bu tomonlariga bo'lsa, ichkarida mana so'rilar bor va uni ham, ya'ni tashqariga mana bu yo'lga ko'rinmasligi uchun mana bu holatda, ya'ni tabiiyki tamaddi qilib o'tirgan odam hamma o'tgan ketganlar ko'rishini juda ham xohlavermaydi hamma ham. Shuning uchun mana bu joyda orqasi ko'rinmaydigan holatda bu joyga 1,5 metrligi o'rnatilgan. 1,5 metrligi mana bardiyor ham balandroq ekan, 1,5 metrdan ko'proq, ya'ni 2 metrdan oshiqroq holatda yopib berilgan bu joyga. Ekozaborlarni xudxud setkada balandligi 1,5 metr hamda 2 metrliklari bo'ladi. Rulonda bo'lsa 10 metr bo'ladi. Hamda hozir ikki xil variant kelgan, chimli varianti hamda bargli varianti. Kimga qanaqasidandir, qaysi o'lchamdandir kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, zudlik bilan yetkazamiz. Agarda o'rnatib berish xizmatlari ham kerak bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu ko'rinishda yoki siz istagan holatdagi ko'rinishda chiroyli qilib bitirib berishimiz mumkin. Xudxud setkaga murojaat qiling, xizmatlarni tugal qilib bitirib berishga harakat qilamiz. Ekozaborlar o'rnatilgan joyini ko'rsatib o'tmoqchiman. Xo'p, mana bu joyda bu devorga balandligi 240 holatda 120 li ekozabordan 2 qavat qilib qo'yilgan, ya'ni ustma-ust qilib va 240 holatda bo'lgan. Mana bu joyda bo'lsa 1 metrligi o'rnatilgan. Mana tashqaridan ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu joyga haliroq salqin keladigan bo'lsa, ya'ni bir tamaddi qilib o'tirish uchun moslangan. Balandligi 1 metrli bu joyda mana bunday holatda o'rab bitkazilgan. Ekozaborlar 95% ga, ya'ni orqasini ko'rinmaydigan holatda yopiladi. Sharpalar ozgina bo'linadi, ammo o'zi yopiq holatda turadi. Bu joyda somsaxona ekan, somsani yeb mana bu joyda tamaddi qilishlik uchun mana shu joy o'rab qo'yilgan. Shuningdek, mana bu follarga ham ekozaborlar qo'yilgan. Mana bu tomonlariga bo'lsa, ichkarida mana so'rilar bor va uni ham, ya'ni tashqariga mana bu yo'lga ko'rinmasligi uchun mana bu holatda, ya'ni tabiiyki tamaddi qilib o'tirgan odam hamma o'tgan ketganlar